Ochig'ini ayta qolay. Yashil beretga erishish oson emas. Buning uchun nomzodlar juda og'ir va mashaqqatli sinovlardan o'ta olishlari shart. Masalan, nomzodlar bir necha 10 kilometr masofani yelkada og'ir yukni ko'targan holda o'tish qiyin bo'lgan murakkab to'siqlarni yengib, favqulodda hujumlarni qaytarib, kutilmagan og'ir zarbalarga dosh bergan holda yana belgilangan vaqtda bosib o'tishlari kerak. Ammo sinovlar shu bilan tugamaydi. Jismoniy va ruhiy zo'riqishlar, kuchli va tish tirnog'igacha qurollangan raqib bilan uzluksiz jang, ayovsiz olishuvlar va boshqa sinovlarda nomzod jiddiy jarohatlar ham olishi mumkin. Bunday paytda bo'ldi, kerak emas, yo'q, olmayman degan so'zlar unutiladi. Yashil beretni olishga talabgorlar juda ko'p, ammo erishganlar kam. Siz televizorda yoki ko'cha-kuyda ko'rgan yashil beret, ya'ni sharafli bosh kiyim kiyib yurgan yurt posbonlari ana shunday qiyin sinovlardan mardonavor o'ta olgan o'g'lonlardir. Bu sharaf, bu nomus, bu mas'uliyat, bu ishonch, bu el yurt tinchligi yo'lida ortga qaytmay, faqat g'alabaga intilish degani. Yashil beret bu bir marta sinovdan o'tib, butun umr sharaf bilan kiyiladigan ramz. Bu vatanga muhabbat, sadoqat va jasoratning belgisidir.